Fute verdi ekansiz. Bo'ldi, o'ynamaylar. Baribir meni aftanmaydi ekansizlar. O'ynamaylar. Parangiz o'tirlar. Men mashqimdan bir savol so'rab boqay. So'rga. Agar 5 yil ilgirki vaqtga qayta oladigan bir imkoniyat bo'lsa, sizlar zot nima ish qildinglar? Agar men bo'lgan bo'lsam, nurg'un xato bosgan qadamlarimni qaytib bosmagan bo'lardim. Senchi? Men bo'lgan bo'lsam, tirishib yaxshi o'qiydim. Saylim yaxshi o'qidim, o'kinma. Senchi? Agar men bo'lsam, hergiz burun qaylim bilan ajrashib ketmaydim. Voy, endi nima bo'ldi? Enchada ajrashma desek, unimay ajrashib ketib barding ya? Ko'notli qo'zg'alg'ashimda. Yaxshi ko'rdi ekansan, ha? Cho'qim yaxshi ko'rdi. Ras gap qilar bir qadam. Davra. Digna. Yaxshi ko'rsa? Dapaqa. Voy, nimani yaxshi ko'rdi-a, nimani? Ortiq qo'lab ketibsan-a? Lavzlar. Yaxshi ko'rdi ekansiz deb. Gap uning emas deyman. Men ko'n xotinimning xetini beriblam. Uzoq o'tmay, o dadisi degan kasal ko'psi o'g'ri. Qiz jin chiqib o'lib qoldi. Nima bo'lib o'lib qolsa? O'lib qolsa nima bo'lib deydi ya. 10 necha millionlik mol-mulkning hammasi mening ko'n xotinimga miras qoldi. Yolg'iz bola emasmi bu? O'ylab beqinglar. Agar osh xotinni ajrashib ketmagan bo'lsam, dadiston qolgan oshu mol-mulkda mening haqqim bavog'ita. Bad shu. Osh xotin bilan ajrashmagan bo'lsam, pocha 10 necha millionlik mol-mulkning egasi bo'lib, yashaytoq. Bu hozirgidek menda semiz kasal ko'psizlar yashamaytoq. Ya chiroy yo'q, ya isxini yo'q. Ya bedodisi degan qilindaning puli yo'q. 3-4 ta chiqib qo'ydim bilak. Yaxshi ko'rdi ekansiz deb ketganda. Qurib ketsin-da, unda yaxshi ko'rasiz degan. Nimani yaxshi ko'rdi?